Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Xo'p, navbatdagi bog'chalar uchun mo'ljallangan detskiy bolalar stol-stullar tayyor bo'ldi. Ko'rib turibsizlar. Buni sizlarga hozir to'liq arzor qilib beramiz. Xo'p, kanalimizni muntazam kuzatib tursanglar, mana shunaqangi videolarni sizlarga to'liq va batafsil yoritib beraveramiz. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, detskiy stol-stullarimiz. Xo'p, profillari 1,5 ga 1,5 profildan bo'lgan. O'tirg'ichi, suyang'ichi MDF 08 fanerdan tayyorlangan va buni ustiga mana kraska sepilgan, ko'rib turibsizlar. Klientimiz 40 ta zakaz qilgandilar. Shunga moslab 10 ta qilib alohida rangga bo'yab berdik. 10 ta sariq, 10 ta qizil, 10 ta ko'k, 10 ta yashil qilib. Kimga mana shunaqangi stol-stullarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, cheklanmagan miqdorda tayyorlab beraveramiz. Bog'chalar uchun zakazlar ham olaveramiz. Manzillarimizni eslatib o'tadigan bo'lsak, manzillarimiz Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, aeroport yo'lida. Keraksiz vaqtdan xo'roz ham qichqiraveradi. E'tibor bermaysizlar. Xo'p. Telefon raqamlarimizni hozir qoldiramiz pastda. O'sha raqamga telefon qilsanglar, sizlarga chiroyli, to'liq ma'lumot beramiz. Bundan tashqari bizda boshqacha buni machalikka material qoplangan varianti ham bor. Uni ham videoni to'liq ko'rib tursanglar, chiqaramiz. Kimga mana shunaqangi stol-stullarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat, aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.